Hammaga salom. Siz bilan hozir Gosenga guide, oson guide va tez combo o'rganamiz. Mana. Birinchi o'rinni tanlash uchun albatta Archon Boots. Archon Bootsga juda ham mos narsa Cloak of Destiny. Ubissalarga kerak, juda kerak narsa Sky Pricer. HP bilan qo'shtirib olmaysizlar targetni. Bu bilan mana Devin Glaive bilan Holy of Crystal juda bir-biriga yaxshi tushadi. Ikkalasi ham magic power, ya'ni o'sha magicheskiy sila uruniga juda katta urun plus beradi. Va Lightning Trenchant. Bu ham juda zo'r narsa, resonance bera oladi. Buni o'rniga xohlasanglar buni olsanglar ham bo'ladi, Blood Wings. Bu 90% beradi. Shuni tanlasanglar balki ma'qulroq. Endi mana sizlar bilan hozir combo o'rganamiz. Buni bosamiz. Buni bosib. Ko'rdik, transaksiya berdi. O'zi joni qolgan normalnikini. Endi yana bitta combo o'rganamiz hozir. Buni bosamiz. Buni bosib qaytarib olib, urib qaytarib olamiz. Ko'rdinglar, bu qolib ketdi tekinga. Endi ham bitta combo o'rganamiz. Bundoq qilamiz. Target your fight. Bundoq qilamiz. Bundoq qilamiz. Endi buni joniga juda ko'p berganman, mana ko'rasizlar o'zingizlar. Shuning uchun sal o'lmay qoldi. O'zi atak hamma uruningga tegsa, albatta o'ladi. Endi buni haqiqiy o'yinlarda hech kim mana bunaqa jinnicha nastroy qilmaydi-yu. Endi sizlarga tushuntirish uchun shuni ko'rsatib beraman. Agar bu mana bu hammasi tegsa, albatta o'ladi bu. Endi men tegmagandim. Mana sizlar oddiy endi mana bunaqa joni kam bo'lsa, prosta bundoq qilib kelsanglar ham bo'ladi-da. Bundoq qilib kelsanglar. Bunday ham ko'rasizlar. Bitta urun berasizlar. O'zi ham bilmaydi qanday o'lib qolganini. Bu hali yana nasib qilgan. Shu разрушительный urun bo'lsa, xohlasanglar Sky Pricer'ni olib tashlaysizlar. Keyin o'rniga buni qo'shasizlar, bo'ldi. U target 100% o'ladi. Chunki bu magicheskiy urun bu Archon Boots va bu resonance va magicheskiy urun beradi. Ko'rdinglar? Qanday tez o'ldirdi juda. Bundoq qilamiz. Bu hozir evolyutsiyada. Ko'rdinglar jonni qanday chakyapti. Heal'ni ko'rasizlar, heal beryapti. Mayli, sizlar bilan men Wolfram edim. Keyingi videolarga chiqayapman.